Salom bolajonlar, ahvolingiz yaxshimi? Qahramonimiz Mimoni kuzataylikchi, nimalar bilan band ekan? Ha, mana bu yoqda ekan-ku. Bu qanaqasi? Nega suv o'chib qoldi ekan? Hozir buni aniqlaymiz. Xayrli tong, Mimo. Men uchun tong otmadi, chunki hali ham yuz-qo'llarim yuvilmagan. Buni yo'li juda oson-ku. Men senga yordam beraman. Lili, axir bu nima qilganing? Olapar bizga nimanidir ko'rsatmoqchiga o'xshaydi. Qani, ortidan boraylik-chi? Voy, bechora bolakaylar, chanqagan ko'rinadi. Ha, rostdan ham. Suv qurgani juda ham bilinibdi. Yaxshiyamki, zaxirada suvim bor ekan. Ha, shu yerdamidingiz? Sizlarni izlab yurgan edim. Suv yo'q. Qurilish to'xtab qoldi. Nega o'chibdi? Xabaringiz yo'qmi? Eshitaman, pochtachi amaki. Reki, tezda yetib kel. Yordaming kerak. Hoziroq yetib boraman. Lili, yura qol. Pahlavonning ortidan boramiz. Sen boraver. Men gullarga suv quyib, keyin boraman. Xo'p, mayli. Nafis Lili bo'laman. Doim quvnoq yuraman. Zaxiramda men doim ko'p suv olib yuraman. Gullarga suv quyaman. Itlarga suv beraman. Gar suvim tugab qolsa, tez to'ldirib olaman. Mana gap qayoqda ekan? Mimo, Reki, tezroq bu yoqqa kelinglar, bolalar. Yordamingiz kerak bo'lib qoldi. Falokatni qaranglar, quvur yorilib ketibdi. Uni ko'tarchi, Reki. Ana. Salom, Lili. Bu yoqqa kel, yordaming kerak. Ha? Meni tepaga ko'tarib tur. Yordamingiz uchun katta rahmat, bolalar. Biz buni birgalikda uddaladik. Endi yerga oqqan shuncha suvni nima qilsak ekan? Buning yo'li juda ham oson-ku. Ana, shu bahonada zaxiramni ham to'ldirib oldim. Ajoyib! Qoyil.